O'zbekistonda 70% dan ortiq insonlar to'g'ri rezyume qilish haqida bilmaydi. Aslida to'g'ri rezyume qilish qanaqa bo'ladi? To'g'ri rezyumeni 3 ta eng muhim qoidasini eslab qolsangiz, har doim rezyumengiz to'g'ri qabul qilinadi. Birinchisi, shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq ko'rsating. O'z rasmingizni ko'rsatganda 2-3 yil oldingi rasmlardan foydalanmang. Ikkinchisi, ish tajribangiz haqida aniq va to'liq ma'lumotlar bo'lsin. Ya'ni qanday lavozimda ishlagansiz, qanday vazifalarni bajargansiz, nima natijalar qildingiz va ishdan ketish sababi. Yaxshi bo'lardi, avvalgi ish joyingizdan kim bilan bog'lanish mumkinligi haqida ma'lumotni ham kiritib qo'ysangiz. Uchinchisi, soft va hard skillni ko'rsatib o'tish, ya'ni sizdagi bu ko'nikmalar qay darajada bo'rttirilgan, o'ylab topilgan emas, aksincha bori, qanday kuchli tomonlaringiz borligi haqida ko'rsatish siz haqingizda aniqroq tasavvurni beradi. Qo'shimcha ravishda rezyumeda 1-2 yillik kasbiy maqsadlaringizni ko'rsatib qo'yishingiz ham sizga plyusga ishlaydi. Agarda siz to'g'ri rezyume shabloniga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring va sizga yuboraman.